MRTga tushganimda sagam 9 millimetrlik grija bor dedi. Boshida qo'rqdim. Operatsiya qildirsangiz dedi. Birovlardan eshitganim bor. Yura olmay qolishing mumkin, yo bo'lmasa qo'ltiqda yurib qolishing mumkin dedi. Qo'rqib ketdim. Shundan keyin sizning Eldor Neuro klinikangizni bildim. Instagramda ko'rdim. Operatsiya stolasi bo'ladi degan nimalarni eshitdim-da, shu yerga keldim. Boshda turganimda belim og'rib, o'rnimdan tura olmasdim. Yotgan bo'lsam, o'rnimdan turishim uchun kamida 10 daqiqa ketardi. Qattiq qiynalardim, og'riq juda kuchli edi. Mana bu o'ng oyog'imda yurganimda og'riq bo'lardi. Qanday bo'lar ekan, operatsiya qildirsammi, yo bo'lmasa deb men shu yerga keldim. Hozir yaxshi, mana og'riqlar qoldi, oyog'imda og'riqlar qoldi. Operatsiyasiz davolash mumkinligiga ishonarmidingiz botga kelishdan oldin? Yo'q, ishonmasdim. Sababi hech operatsiyasiz olinganini eshitmagandim-da. Ana hozir men ishondim, hammasini bildim, operatsiya solasa bo'lar ekan. Bo'lar ekan. Ha, bo'lar ekan. Bularni mana operatsiyasiz davolash kursimizdan keyingi natijani sizlarga yana kattalashtirib kompyuter variantini ham ko'rsatamiz. Mana bemor bizga kelgan paytlari L3, L4 sohasida 8 millimetrlik grija bo'lgan. 8 millimetrlik grija. Mana ikkita kurs, 10 kundan orasi 3-4 oy farq qilib ikkita kurs davolanganlardan keyingi holat mana L3, L4 sohasida o'sha bu yerda grija ko'rsatishmayapti, umuman yo'q. Buni kompyuter variantini ham ko'rsatamiz. Mana bemor Iskandarov Elyor, bemorda L3, L4 sohasidan ko'rasizlar, katta grija, mana katta chiqib nerv fildizni qisib turgan narsa bu grija bo'ladi. Ikkita kursdan keyingi holat, mana ko'rishingiz mumkin. Mana Iskandarov Elyor xuddi o'sha bemor 22-martda qolamiz. Mana L3, L4 sohasida mana o'sha grija yo'q. Bu aksialniy razrez, mana tepasidan ham ko'rishingiz mumkin. Nerv fildizini qisish holati yo'q. Elyor akani bitta qilgan to'g'ri tarafi, biz buni boshqa bemorlarga ham aytamiz. Ko'pchilik boyga aytganingizdek kimdandir so'ragan bo'ladi. Aytganingizda kimdir operatsiya qildiradi, oyog'i ishlamay qoladi yoki boshqa yana og'ir asoratlar qolib ketadi. Boshqa chora yo'q ekan deb qidirmasdan noilojlikdan qildirishadi. Lekin men har doim aytaman, birinchi surishtiringlar, qiziqinglar. Обязательно davolaydigan joy uyingizga yaqin joy bo'lishi shart emas. Sal uzoqroqqa borishga nima desam ekan, erinmaylar, chunki lecheniya qilishda natija muhim. Masofa boshqa narsalar emas, to'g'rimi? Bularning yutuqlari shuki, bular o'sha qiziqdilar, operatsiyasiz davolash mumkinmi deb qiziqdilar. Xudoga shukr, mana javobini topdilar, keldilar, ishondilar, lecheniya oldilar, mana natijaga erishdilar, chiroyli natija. Hozir qanaqasiz? Hozir yaxshi, og'riqlar qoldi, hech qanaqa shikoyatim yo'q. Hozir yurib ham ko'rsatib beramiz sizlarga. Elyorga bitta yurib ko'rsatib beraylik. Aha. Bitta o'tirib turib ham ko'rsatib bera olasizmi? Oldin mana shunaqa yurish, bemalol harakatlar bormi? Yo'q, oldin mana bu oyoqda og'riq bor edi, yurganda ozgina oqsoqlanish bor edi. Ham o'tirib turgan vaqtimda belim og'rib, darrov o'tirib tura olmasdim. Hozir xudo xolisa ikkita kursdan keyin yaxshisiz. Juda yaxshiman. Bular eng qizig'i davolandilarda, natija yaxshi bo'lgandan keyin o'zlarining xolalarini, qarindoshingizni kim bo'ladi? Xolam bo'ladi. Xolalarini olib keldilar. Ular ham mana hozirlashishni boshlaganlar. Elyor aka, davolash metodimizdan qoniqdingizmi? Ha, qoniqdim, juda yaxshi, hammasi yaxshi. Muomalasi ham yaxshi, hammasini. Xursandmisiz natijadan? Xursandman, juda ham xursandman. Mana siz ham Elyor akaga o'xshab grijani operatsiyasiz davolab natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, grijadan tashqari yelka bo'g'im, tizza bo'g'im og'riqlaridan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, bo'yin grijalarining operatsiyasi yechim topmoqchi bo'lsangiz, Eldor Neuro klinikasi sizga har doim yordam berishga tayyor. Murojaat uchun ushbu raqamlarga aloqaga chiqing.